Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana bugun 15-avgust, hafta kuni shanba. Olmosli ko'chalari mana. Bugun yangi yo'ldan Alibek ukamizga mana shu motoblokka 12 talik motoblok olgan ekan, o'shanga mana shu to'plam narsalarni jo'natyaptik. 70 chizilchamiz. Hop, 70 dan to'rayadi bu. Razmerlari o'zgaradigan, doimgidek vintlari bor. Ulanadigan joyi zozuska o'znikidan qo'yilgan. Razmerli katta kichkina bo'ladigan ikkita ocharimiz. Agat oladigan deydimi, ochar deydimi, agat deydimi. Ariq ochadigan xullas. Hop, ikkita 90 lapka stoykamiz, ikkita bir jup g'ildirag'imiz. Hop, katta temir g'ildirak 18 kilo 300 grammdan chiqdi. Bularga ham o'rnatadigan trubalik 6 qirrali trubasi. Hop, shu naborimiz hammasi mana shu hammasi. Hop, chizilimimiz 1,5 million. Ikkita ocharimiz. Hop, bu ochar. Hop, 640 ming, bu 280 ming. Bo'ldi mana shu tayyor holati. Bunisi 120 ming. Bu trubamiz jupi 150 ming, mana shu holati, bolt gaykalari bilan. Ikkita temir g'ildiragimiz jupi 1 million so'm. Mana shunaqa narsalar kerak bo'lsa, narxlari hozirgi kundagi narxlari, sotilayotgan narxlari mana shundan iborat. Bu narxlar fevral oyidan birin amal qilib kelyapti. Undan sezon emas payt deb qo'shgan joyimiz yo'q. Motoblokka bundan boshqa narsalar kerak bo'lsa ham qo'ldan kelgancha tayyorlab berishga harakat qilyaptik. Pastga telefon nomerlarini qoldiramiz. Alibek ukamizga yangi yo'lga hozir jo'natamiz. Hammaga rahmat. Like esdan chiqmasin.